Selamünaleyküm kadrlı yurttaşlar, hürmetli vatandaşlar. Bugünkü satığa çıkan xonadonimiz Urganch shahrimizning Xalq markazida bo'ladi azizlar. Mesta plajingiz ham zo'r. Usmon ismi maktab tarafdan girib kelsangiz bo'ladi. Usmon ismi maktabda o'tgandan keyin o'ng tarafda birinchi ko'cha kirg'izyapman. Bu yo'ldan girib kelasizlar. Girib kelganingizda shu xonadonlarimiz azizlar ikkisi boradi, birisi sotildi, Alyanchetdagi sotildi. Şu xonadonimiz sotiladi. Ajoyib joy, 90% pishgan karushdan qurilgan, fasadlar ham ko'rib turganingiz oppoq troytillarda ishlatganlaringizda. Laklar ham urilgan, mramorlar qilingan, so'qillarni eldilari stechkan bo'lgan, mashin qo'yadigan mesalari bor. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Ham balkon qismi ham bor. Alifallar ham qilingan, panoramik katta aynalardan o'rnatganlaringizlar. Yan tarafında bog'cha, maktablar ham bor. Bu tarafdan kelsangizlar ham bo'ladi, Saxiniy Boyasi tarafdan. Bu tarafimizda keyin shu ko'chadan o'ngaylanib to'g'ri chiqsangizlar, Go'kchalarga chiqasizlar. Keyin Bunyodkon bu 5 ko'piri shu tarafimizda joylashgan. Mesta plajasi yaxshi. Hozir azizlardagi sotilgan xonadonimizni ko'rsatib o'tamiz. Bunda ustalar ishlab turgan sababi bu xonadonimizni ko'rsatamiz. Gelip bu joyimizni gaplashsangiz bo'ladi. Xohlang podkulich holatda xohlasangiz shu korobka holatida asoslan bo'ladi. Hozir shpa korobka holatidan baravardarizda joylar qilib bina aqqalar bilan o'raq qo'ydirazlar. Troytillar qilganlar. Gaz ve suvlar, VIP muammosiz bog'cha, maktablar ham yaqin. Bu yerda yana buralar uchun ham mesalar bor. Gaz eldinden o'tib turibdi. Narxam zo'r, podkulichi 650 milyon so'm aytilib turibdi. Xohlasangiz shu holatini gapirshaman desangiz, kelib narxi o'zgacha bo'ladi, arzonroq bo'ladi. Kirgandan dalonimiz 380, enini 7,5 razmerda tushgan, elektromontajlar ham bo'lgan. Berimiz polni shpa qilibdan chiqqan. Hozirgi xonadonimizdan xohlasangiz shpa qilibga holatida, xohlasangiz podkulichini olsangiz bo'ladi. Xohlang devorni atashim to'qildirsangiz bo'ladi. Xohlasangiz oboy qilib beradilar. Hem variantlar ham bor. Barter qilinadi, kvartiralar barter bor. Azizlar. Narxi 650 milyon so'm, hem ekranda mulkiyasini nomerini qo'yib beramiz. Prямо o'zlaridan chiqib gaplashib olishingiz mumkin. Faqat bir iltimosimiz, bizning kanaldan kelganlaringizni aytsangizlar bo'ldi azizlar. Şu kanaldan geldik desengizler mulkiyasini bo'lgan sizlardan boshqa hech narsa kerakmaydi azizlar. Birimiz yani sanuziylar bo'ladi, 2 sanuziylarga ega xonadonimiz. Bir yerda oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamiz eni 380, bunga 360 razmerda tushgan. Birimiz Shpakoyevkadan chiqqan ajoyib xonadonga 90% pishgan karush ishlatilgan. Xom karushi 10% bor. Birimizda yana medashida qo'yilgan mesalar ham bir kiyim sergilini mesasi bor. Ham stechka qilingan. Akkuratni qilib qo'ydilar. Eshiklar ham yaxshisidan qo'yganlar. Joyimiz podkulicha sotiladi. Xohlasangiz shu durishdan gelip üstüne gelişebilirsiniz. Sizler için mulkiyasının nomeri ekranda pastda yazılıb turadi. Birimiz 360'a 3,5 razmerda. Aynan aq fanlar yaxshisidan qo'yganlar. Yurtlarimiz elektromontajlar bo'lgan yaxshi simlardan, lesisan tendan medashida qo'ygan mesalar bor. Birini chiroyli qilib bir shkafchatib zo'ttirsangiz, biroz vajin sig'adi beram. Girgan yerimizda bu yerda rakoyna mesalari, elektrik avtomatlar ham qo'yilgan. Endi ikkinchi qavati bilan donishib o'tsak, joyimizni sifatini 100% garantiya. Liboy bir quruvchining kelib tekshirtasin dedi mulkiyasi. Liboy ishina javob beradi ekanlar. Ham bir yerni e'tibor qilasizlar. Pishgan karush ishlatilgan, hurmatli vatandoshlar. Birimiz yana spalnisi 360, 3,5 razmerda tushgan. Aynan akfarmondan patologlar natijoi. Bu tarafimizdan yine spalnisi 380'e 3,5 razmerda. Hurmatli vatandoshlar. Ajoyib joy, qiziqqanlar olsa bemalol telefon qilishingiz mumkin. Meni yana bir sanuzeli, ikkinchi sanuzeli. Bu yerda katta zali, shpastik dalon bilan razmeri 1, 380'e 7,5 razmerda. Televizor zonasi bor. Ko'rib turganingiz og'ochlarimizni yaxshisidan bosirganlar. Kattasidan bunday bilasizlar, quruvchilar kamdan kam bosiradi. Tabii o'zi uy qurib turgan niyati materiallarni yaxshisidan ishlatgan. Aynalar ham panoramli aynalar, balkon qismi bor bu tarafimizda. Balkondan e'tibor qilasiz, balkon ham katta tushgan, bemalol yozda 2-3 odam chiqib bemalol o'tirsa bo'ladi. Balastinlar ham qo'yilgan. Bu yandan Usmon maktabdan kelsangiz bo'ladi, bu yandan shuni o'nga kelsangizlar, to'g'ri Go'kchalarga chiqasizlar, bu yandan Saxiniy Boyasidan kelsangiz ham bo'ladi shuni. Saxiniy Boyasi ham uzoq emas, bog'cha maktab ham yaqin. Mesta plajingiz ham yaxshi. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, xonadonimizni narxi 650 milyon so'm aytilib turibdi. Podkulicha, polni bitirib berishi.
Halan Atacento, halasanız aboy, halasanız Şipakolovka halatından asanızdan болады. Şipakolovka halatından gelişip berediler. Halasanız şu duruşundan gelişip berediler. Ekranda mülkiyetin numarini koyup beramiz. Priyama özleri bilen gaplaşarsınız. Dokumentten muammosu yok. Dokumentam tayyor azizlar. Naliç pul buladan bolsa gelişadan yeri var. Variantlaran var, bartiran var. Azırak pulunuz 7000 kaladan bolsa durup bereden yerim var. Hürmetli vatandaşlar. Kızık kalla olsa telefon kılaveringlar. Bizden kanaldan yenilerinizi açsanızlar ve gelişip berediler azizlar. Eğer kanalımıza abone olmalı bolsa abone olup like basıp kollap kuvvetlap tursanız sizlere koldan gençe arzan acayip süratli kanalımdan takdim kılıp beraberimiz. Emmeye sağlık amallık dilimiz. Keyingi rollerde görüşünce hayırlı kalınız.